Assalomu alaykum hammaga. MySQL darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda select mavzusini ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda men bergan link orqali databazalarimizni Workbenchga ulab olgan edik. Endi bu darsimizda select mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Undan oldin use keywordini ko'rib chiqamiz. Use, ya'ni ishlatish, shundan foydalanish degan tarjima qiladigan bo'lsak, ya'ni bu MySQLni query'si, keywordi. Endi va mana bu yerda turgan bironta databazamizni tanlaymiz. Bugungi darsimizda SQL Store databazasi bilan ishlaymiz. SQL Store. Va oxirida albatta nuqta virgul bo'lishligi shart. Ya'ni shu kodimiz shu yerda tugagan ma'noni aytadi, nuqta virgul qo'yadigan bo'lsak. Endi buni ishlatish uchun mana bu chaqmoq belgisini bosaman va menda yashil indikator yondi. Ko'radigan bo'lsam va men SQL Store databazam mana bu bold style'da bo'ldi. Chunki bu shu databazamdan foydalanyapman. Endi buni ichini ochib ko'radigan bo'lsam, menda bir qancha table'larim mavjud. Shulardan foydalanamiz. Endi select. Selectni yozishdan oldin buni qanday yozishni ko'rib chiqamiz. Select yozamiz va columnni nomi yoziladi. Columnni ko'rsataman. Column name va from keyworddan foydalanamiz. Ya'ni qayerdan va o'sha tanlamoqchi bo'lgan table'imizning nomini yozamiz. Table name. Oxirida albatta nuqta virgul bo'lishligi shart. Endi buni hozir yozib ko'ramiz. Va SQL yozishligimiz mumkin query'larni hammasini kichik harfda yo bo'lmasam hammasini uppercase ya'ni katta harfda yo bo'lmasam bosh harfini katta, qolganini kichik harfda. Katta harfda yozishlik ya'ni best practice hisoblanadi. Xohlasangiz katta harfda yozishligingiz mumkin, xohlasangiz kichik harfda. Menga qulay bo'lishligi uchun kichik harfda yozaman. Hop, select column name deyapti. Column name o'rniga mana bu belgidan foydalanaman. Ya'ni bu belgi yulduzcha belgisi, ya'ni hamma columnni tanlagan. Bir vaqtda hamma columnni tanlash vazifasini bajaradi. Shu yerga komment yozib ketdik. Ya'ni all column yozib ketdim. Va from ya'ni qayerdan va table nomini yozaman. Misol uchun customers. Albatta aytdim, nuqta virgul bo'lishi shart. Endi buni ishlatadigan bo'lsam, hozirlik shortga ko'rsataman. Siz bu orqali bu yerdan run qilishingiz mumkin, yo bo'lmasam Ctrl Enter tugmasini bir vaqtda bosish orqali run qilishingiz mumkin. Ko'radigan bo'lsak, mana bizda table'larimiz customers table'ni ishlatdik va bizda columnlarimiz chiqdi. Customer ID, first name, last name, birth date, phone, address, city, state, points columnlari mavjud ekan. Ya'ni shu column deyiladi. Mana bular. Xo'p. Endi boshqa table'imizni ishlatib ko'ramiz. Misol uchun select, ya'ni all table hammasi from, misol uchun orders. Ctrl Enter bosadigan bo'lsa, mana menda order table'im chiqdi. Endi keyingisi, bularni komment qilib turaman. Endi keyingisi faqatgina naqani tanlaymiz, column nomini. Misol uchun customers ishlatib olaylik. Misol uchun bizga vazifa berildi. Menga chiqargan customer ro'yxatidagi table'dagi faqatgina customer ID o'sha customerning ismini va familiyasini chiqaradigan bizga task qo'yildi. Shu vazifani qanday bajaramiz? Select. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan ID'larni yozamiz. Customer ID first va virgul bo'lishligi shart. Name va last name. Oxirgi columnda naqani qo'yishligimiz shart emas, virgulni. Va from qayerdan? Customers table'imizni ishlatadigan bo'lsak, mana bizda faqatgina customer ID, last name,
first name, last name naqamizni ma'lumotlari chiqdi, customerimizni. Xo'p. Endi buni o'rnini almashtirishligimiz mumkin. Birinchi first name, last name chiqsinda, oxirida misol uchun customer ID. Endi buni run qiladigan bo'lsak, aytdim-a, Ctrl Enter orqali run qilishimiz mumkin. Mana. Kolumnalarimiz biz xohlagan ketma-ketlikda chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buguncha shular. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.